Ichki ishlar vazirligi huzuridagi Jazoni ijro etish departamenti 1-mintaqaviy hudud 24-son tarbiya koloniyasida Yangi hayot sari qadam shiori ostida so'nggi qo'ng'iroq tadbiri bo'lib o'tdi. Tadbir davomida tarbiyalanuvchilar o'z orzu-umidlari, kelajakka bo'lgan ishonchi haqida samimiy fikr bildirdilar. Mehribon ustozlaringiz va ota-onalaringiz sizlarga oq yo'l tilab turgan mana shu qutlug' kunda mamlakatimizdagi barcha maktablarda so'nggi qo'ng'iroqlar jaranglab, siz kabi minglab yoshlarimiz katta hayotga yo'llanma olmoqdalar. Mazkur tadbirda ijro etilgan she'rlar, kuy-qo'shiqlar va sahna ko'rinishlari yig'ilganlarda katta taassurot qoldirdi. Har bir chiqishda qalbdagi sog'inch, pushaymon va umid mujassam edi. Nigohlarda esa yangi hayot boshlashga bo'lgan ishonch sezilib turardi. Butun respublikada o'tkazilayotgan umumta'lim maktablaridagi so'nggi qo'ng'iroq tadbiri 24-son tarbiya koloniyasida ham amalga oshirildi. Bugungi tadbirdan biz bolalarimizning kayfiyati, bilimlari, qobiliyatlaridan shuni ko'rdikki, ular ozodlikdan mahrum etilgan bo'lsalar ham o'zlarining huquqlaridan, o'zlarining qobiliyatlarini ko'rsatishdan, bilimlarini namoyon etishdan va o'zlariga kayfiyat baxsh etishdan ular mahrum etilishmagan. Hozirgi kunda muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan amalga oshirilayotgan ikkinchi imkon loyihasi doirasida albatta biz ularni keyingi hayotga, ozodlikka chiqqanlaridan keyingi hayotlariga tayyorlash bilan, ya'ni buni bilim berish, kasb-hunarga o'rgatish bilan amalga oshiryapmiz. Xizmat davomida mana shunday tarbiyalanuvchilarga to'g'ri yo'lga turib ketishlarida, ya'ni tuzalish yo'liga o'tishlarida, oliy ta'lim muassasalariga kirishlarida va kelajaklarini qurishda agar o'z hissamizni qo'sha olsak, biz ularga xizmat qilishdan, ularga ko'maklashishdan hech qachon tolmaymiz. Bugungi so'nggi qo'ng'iroq ular uchun shunchaki maktab bilan xayrlashuv emas. Bu o'tmishdagi xatolar bilan vidolashib, kelajak sari dadil qadam tashlash ramzidir. Eng muhimi, ularning qalbida umid va yaxshi kunlarga bo'lgan ishonch hali ham so'nmagan.